Moskva yoki Moskovskiy oblastda boksyorskiy klub bo'lish uchun qancha mablag' kerak bo'ladi? Hozir sizlarga aytib o'taman. Birinchi o'rin помещениyadan boshlaymiz. Men siz joy topasiz. Eskiroq joy bo'lsa ham, mandagi подвальный помещение. Ring 200 ming rubl. Eng kami 200 ming rubl. Agar yaxshiroq qilib qilaman desangiz 700 ming rublgacha ketadi. 200 ming rubl. Arendaga joy olishingiz uchun kamida mana shunaqa eskiroq joy bo'lsa 50 ming 60 ming rublga topasiz. Tashqarida bu yoqda koridor bor. Mana bu razdevалка. Ikki tarafda dush. Bu yoqda mana eskiroq. Hop 200 ming rubl ringga ishlatdik deylik. Yana 100 ming rublga meshok olamiz. Yana 100 ming rublga matlarni to'g'irlab chiqamiz. Bu yoqda hali oxirigacha to'g'irlanmagan. Mana 200 ming, 100 ming grusha, 100 ming nimaga ishlatdik? Pollarga to'g'irlashga. Hop, 300 ming, 400 ming, 500 ming pul o'zi ketdi. Grushalar, podushkalar qo'yish kerak. Bu boshlanishiga shart emas. Bu siz ham qilsangiz bo'ladi. Mana hammasi uzilib ketdi. Mana hammasi yangidan qilishim kerak. Hop, eng kami sizga pul to'lanadigan oylik to'lovi 5 ming rubl bo'ladi grupповой trenirovkaga. Bu yoqda ko'proq yosh kattalar shug'ullanadi O'zbekistonda. Ko'plar faqat kashfiga borishadi. Bu yoqda esa naborot. Boksda ko'p ko'rasiz. Keyin налоговый обязательно kimdir nomiga ochishingiz yoki o'zingiz nomingizga IP yoki samozayt qilib ochishingiz kerak bo'ladi. Narxlarni vaqtida to'laysiz. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Nalogga 1 yilga uzog'i 100 ming rubl ketadi. 100 kvadratli помещениеda sizda kamida 10 ta 15 ta uzog'i 20 ta odam shug'ullantirishingiz kerak bo'ladi gruppada. Undan ko'plik qiladi, chunki ulgurmay qolasiz birinchidan. Ikkinchidan joy kichkinalik qiladi, havo yetishmay qoladi. Deylik, детский va взрослый gruppa qilasiz. Детскiyda 10-15 ta yig'asiz. Uning uchun sizga 6 oydan 1 yilgacha vaqt kerak bo'lishi mumkin. Agar joy yaxshi bo'ladigan bo'lsa 2-3 oyda yig'ib qo'yasiz odamni. Xuddi shunday yosh kattalari ham 16 plus qilib qo'yasiz. Ko'proq 30-25 pluslar sizda ancha ko'payib qoladi. Deylik, 10 ta yosh bolani topdingiz, 10 ta yosh bola sizga kelishni boshladi. Yana 20 ta katta bola tezroq topasiz. Chunki reklama yaxshi bersangiz kattalar tezroq keladi. Shundan farzandlar ham kelishni boshlaydi. 10 ta yosh bola eng kam hisoblaganda 5 ming rubldan arendas puli sirazi qoplanadi. Katta bolalardan 5 mingdan kelganda hop 100 ming bo'lar ekan. 20 ta keladigan bo'lsa 100 ming rubl o'ziga qoladigan pul. Naloglarning pulini отдельно shug'ullantirish bor 2,5 mingdan 3 minggacha. Trenirovka personalni o'shani qilib olasiz. O'zingizga ham, doxodlaringizga ham chiqib turadi bemalol. Haftada 3 kun ishlaysiz. Tamam. Keyinchalik zalingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, kuchayib ketadigan bo'lsa, to ish olasiz. Boshqa kunga agar zal polniy oladigan bo'lsangiz, boshqa kunga bironta ishni olasiz, boshqa sport qo'yasiz va ulardan foiz olib qolasiz. Hozirgi kunda oddiy trenerlar 40% ga ishlaydi. Agar o'zining zali bo'lmasa, o'zingiz tanishingiz yoki yaqin o'rtog'ingiz yaxshi sportivniy razryadi bor bo'ladigan bo'lsa, 50% ga chiqarib berasiz. Shunda maza qilib siz ham, u ham ishlayveradi.